Diqqat qiling, kamera va mikrofonlarimiz Paxtakor markaziy stadioniga o'rnatilgan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram futbol ishqibozlari, qadrli futbol sevar do'stlar. Bugun respublikamizning 4 ta shahrida futbol bo'yicha O'zbekiston Kubogi nimchorak finalining birinchi uchrashuvlari o'tkazilyapti. Bu o'yindan tashqari, demak, Buxoro So'g'diyonani, Qo'qon 1912 Metallurgni, Dinamo Olmaliqni, Sho'rtan Bunyodkorni qabul qilyapti. Siz u bizni diqqat e'tiborimiz Toshkentdagi Paxtakor markaziy stadioniga qaratilgan. Demak, bu ana shu nimchorakning bugun bo'lib o'tadigan 5-o'yini hisoblanadi va men alohida mana shu o'yinlarga urg'u bermayapman. Sharhimiz avvalidayoq, chunki Paxtakor va Nasaf jamoalari kamdan kam vaziyatda O'zbekiston Kubogi bahslarida mana shu nimchorakda to'qnash kelishgan. Ko'pincha yarim final va finallarda to'qnash kelishgan, lekin qarang, taqdir taqozosi bilan bu safar mana shu Oliy Liganing kuchli hisoblanmish jamoalari nimchorak finaldayoq o'zaro ro'baro kelishmoqda va yana bir necha daqiqalardan so'ng birinchi uchrashuv boshlanadi. Nimchorak finalning birinchi o'yini boshlanadi. Demak, teleekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Paxtakor markaziy stadioniga muxlislarning tashrifi davom etyapti. O'ylaymanki, hali ozgina vaqt bor va stadionga yana ko'plab muxlislar tashrif buyurishadi. O'zbekiston Kubogi 1/8 final Paxtakor Nasaf. Albatta, bu jamoalarning nomidan ham ko'rinib turibdiki, hozirda Nasaf O'zbekiston chempionati bahslarida Lokomotiv jamoasidan keyin 2-o'rinni egallab turishdi. Ular hisobida 20 ochko bor, 6 ta g'alaba, 2 ta durang, 2 ta mag'lubiyat va 2-o'rin Lokomotivni quvishda davom etishmoqda. Paxtakor esa O'zbekiston chempionati bahslarini biroz bo'shroq o'tkazishyapti va Akmal Shorahmedovni hozir ko'rdingiz. Demak, bugun o'zining sobiq jamoasiga qarshi yashil maydonga chiqadi. Bunday futbolchilar yana bor bugun. Va eng qizig'i mana bu inson uchrashuv bosh hakami Vladislav Tseytling birinchi marta Paxtakor jamoasi ishtirokidagi o'yinni boshqaradi. Buning sababini yaxshi bilasiz. Aynan Vladislav Tseytlingning otasi Paxtakor jamoasida ishlar edi. Hozirda esa ko'pgina mana shu o'zgarishlar bo'ldi va endi bemalol Vladislav Tseytling Paxtakor ishtirokidagi o'yinlarni boshqarishi mumkin. Demak, qadrli do'stlar, har ikkala jamoa a'zolari yashil maydonga chiqib kelishyapti. Paxtakor, aytib o'tdim, turnir jadvalida 9-o'rinni egallab turibdi. 4 ta g'alaba, 3 ta durang, 4 ta mag'lubiyat, 15 ochko. Hali bunday yomon tarzda Paxtakor jamoasi a'zolari chempionatni boshlashmagan edi. Lekin oxirgi 3-4 ta uchrashuvlarda jamoada jiddiy o'zgarishlar bo'lgandan keyin biz Paxtakor jamoasi o'yinida ham ijobiy o'zgarishlarni ko'rib turibmiz. Lekin bugungi raqib bu Qarshining Nasaf jamoasi. Hali ichki chempionat bahslarida bu mavsumda o'zaro to'qnash kelishmadi. Mana bugun biz kim aslida kim ekanligini har holda bilib olamiz. Paxtakor jamoasi zaxiradagi futbolchilari, bugun ikkala jamoada yo'qotishlar bor va bu jamoalar o'rtasidagi kubok bahslari har safar ham qizg'in va keskin kurashlar ostida o'tib kelgan. Buning o'ziga xos sabablari bor. Chunki O'zbekiston Kubogi bahslari O'zbekiston chempionati bahslaridan baribir farq qiladi. Chunki ikkita uchrashuv, gohida bitta uchrashuv va bunday o'yinlarda qandaydir natijalarga erishib olish mumkin. Agarda kubok bellashuvlaridagi bu jamoalarning o'zaro uchrashuvlariga to'xtaladigan bo'lsak, 14 marotaba bu jamoalar to'qnash kelishgan. 6 tasida Paxtakor g'alaba qozongan, 3 ta uchrashuvda Nasaf jamoasining qo'li baland kelgan. 5 ta uchrashuv durang natija bilan yakunlangan. 2 marta bu jamoalar finalda to'qnash kelishgan va mana shu uchrashuvlarda Paxtakor futbolchilari g'alaba qozonishgan. Har ikkalasida ham 3-1 hisobida 2003-yil va 2011-yil. Lekin O'zbekiston Super Kubogi bahsida Paxtakor Nasafga 0-1 hisobida yutqazib qo'ygan. Paxtakor jamoasi tarkibi ekraningizda. Bugun ham Paxtakorda o'sha oldingidek yo'qotishlar, Yaxshiboyev, Boltaboyev va Sohilovlar maydonga tushmaydi. Lekin Nasaf jamoasi tarkibida e'tibor beryapsizmi? Jiddiy yo'qotishlar bor. Shohboz Erkinov va Sherzod Azamovlar. Sherzod Azamov jamoaning yetakchi futbolchilaridan biri.
jarohat olgan. Shahroz Erkimovda ham kichik jarohat bor. Mana shu ikkita jiddiy yo'qotish Nasaf futbolchilarida haqiqatan ham ko'zga tashlanib turibdi. Endi Yaxshiboyev, Boltaboyev va Sohibovlar anchadan beri yo'q va asosiy tarkibga anchadan beri tushmayapti. Jasur Abduraimov bugun o'ziga xos tarzda mana shu maydonga jamoani tushiryapti. Ya'ni Jasur Hakimov bugun asosiy tarkibda. Keling, men sizlarga birinchi navbatda hozir jamoalar tarkibini yetkazsam-da, keyin joylashuvlarga e'tibor qaratamiz va undan keyin o'yin ahamiyati xususida yana biroz o'z fikrlarimni, shaxsiy fikrlarimni bildirib o'taman. Paxtakor jamoasi tarkibi mezbonlardan boshlaymiz. Har holda an'anaga ko'ra men o'zim o'rganib qolganman. Har safar mezbonlardan tanishtirishni. Ro'ziqul Berdiyev 2016-yilgi respublikamizning eng yaxshi hakami nominatsiyasida g'olib chiqqan mutaxassis, Nasaf jamoasi bosh murabbiyi Vladislav Tseytin o'yinni boshlashga tayyor turibdi. Hozir hayajonli daqiqalar har ikkala jamoa futbolchilarida. Vladislav Tseytin xushtagini chaldi va soatini to'g'rilab qo'ydi. Nasaf futbolchilari o'yinni boshlab berishdi. Paxtakor Toshkent darvozabon 12-raqamda Aleksandr Labanov, 28-chi Stanislav Andreyev, 4-chi Adnan Araxavats, 21-chi jamoa sardori Kamoliddin Tojiyev, 24-chi Davronbek Hoshimov. Hozir Sherzod Karimov to'pni egallab oldi, o'ng qanotdan oldinga qarab boryapti. Ikki futbolchi qurshovida qolib ketdi, o'tib ketdi. Yaxshi imkoniyat Paxtakorda, zarba. Sherzod Karimov uchrashuvning birinchi daqiqasidayoq hozir raqib darvozasiga to'p kiritishi mumkin edi. Ajoyib reyd, ikki futbolchini qanday aldab o'tganligini ko'rdingiz. Sherzodni faqatgina u hozir endi balki to'pni qizg'angandir, balki yaxshiroq vaziyatda qarang, qanday aldab o'tyapti hozir raqib futbolchi Maqsud Karimovni aldab o'tdi va o'zi darvoza tomon zarba berdi. Hakimov tayyor turgan edi bu yerda. Xullas, birinchi zarbani ko'rdik. Noaniq va birinchi xavfli vaziyatni ham bemalol yozib qo'yishingiz mumkin. 24-raqamda Davronbek Hoshimov. Qadrli do'stlar, aynan tarkibni tanishtirayotgan paytimdayoq menimcha mana shu ma'lumotni aytib o'tishim kerak. Biz albatta Davronbek Hoshimovni tabriklaymiz. U aynan bugun qizli farzand bo'ldi va bu qaysi ma'noda xushxabar va ko'pchilik Paxtakor jamoasi a'zolari uni tabriklashdi. Shu jumladan biz ham jurnalistlar nomidan Davronbek Hoshimovni tabriklab qo'ydik. Demak, tarkibni tanishtirishda davom etamiz. 5-Akbar Ismatullayev, 7-Azimboy Ahmedov, 29-chi Vladimir Kozak, 8-chi Sherzod Karimov, 11-chi Igor Sergeyev, 20-chi Jasur Hakimov. Paxtakor jamoasi zaxirasida Shohruh Raimov, Jamshid Iskandarov, Suhrob Nurullayev, Shohruh Mahmud Hojiyev, Doston Ibrohimov, Jamshid Yusupov va Xushnud Avilovlar joy egallashgan. Bosh murabbiy Jasur Abduraimov. Nasaf Qarshi darvozabon 25-raqamda Eldor Suyunov, 2-chi Akmal Shorahmedov, 4-chi Maqsud Karimov jamoa sardori, 6-chi Azizjon G'aniyev, 7-chi Odil Hamrobekov, 10-chi Dilshod Rahmatullayev. Nasaf futbolchilari to'pni egallab olishdi. Chap qanotda yaxshi imkoniyat, zarba bersa bo'ladi. Yo'q, hozir to'pning jarima maydonchasi ichiga yetkazib berilishi. Akmal Shorahmedov oldinga qarab bordi. To'p unga yetib kelmadi. 34-raqamda Farruh Sayfiyev to'pni sheriklar tomonidan yetkazib berishda xatoga yo'l qo'ydi. 10-chi Dilshod Rahmatullayev, 18-chi Bahrom Abdurahimov, 22-chi Igor Golban, 27-chi Islom Rashidxonov, 34-chi Farruh Sayfiyev, 69-raqamda Dragan Cheran. Demak, mana tarkibda biz ko'rib turibmizki, Nasaf jamoasi tarkibida ikkita legioner futbolchi asosiy tarkibda harakat qilyapti. Igor Golban va Dragan Cheran. Igor Golban rossiyalik, 1990-yilda tug'ilgan. Dragan Cheran esa serbiyalik futbolchi, 1987-yilda tug'ilgan. Ma'lumotlarni berib o'tdim. Nasaf jamoasi zaxira o'rindig'ida Sanjar Quvvatov, G'olib G'aybullayev,
Dilshod Xushbakov, Sharof Muhiddinov, Saydullo Rahmatov, Doniyor Narzullayev va Bobur Abduxoliqovlar o'rin egallashgan. Bosh murabbiy Ro'ziqul Berdiyev. Paxtakor jamoasi tarkibida sxemalarga nazar tashlaymiz. 4-5-1 sxemasi tanlangan. Bu yaqqol ko'rinib turibdi. Raxavats hamda Kamoliddin Tojiyevlar markaziy himoyachi vazifasini bajarib berishadi. Davronbek Hoshimov o'ng qanotda, Stanislav Andreyev esa chap qanotda harakat qiladi. Nasaf futbolchilarining hujumi yana jarima maydonchasiga yaqinlashib kelishdi. Yana zarba. Bu safar ham noaniq zarba. Yana chap oyoqda to'p darvoza tomon tepildi. Ikkinchi marta mana shunday holat yuzaga kelyapti. Dragan Cheran. Bu safar uning zarbasi ko'ngildagidek chiqmadi. Maydon markazida chap qanotda Akbar Ismatullayev bugun ko'proq chap qanotda to'p sursa ajab emas. Vladimir Kozak maydon markazida, Azimboy Ahmedov mana shu uchlik, uch burchak hosil qilishgan va Sherzod Karimov o'ng qanotda. Igor Sergeyev esa chap qanotda to'p jarima maydonchasi ichida yo'q. Hozir Karimov to'pni to'xtata olmadi. Sergeyev chap qanotda harakat qilyapti. Hujumchi ortida ham hujumga o'tadi, ham chap qanot yarim himoyachi vazifasini bajaradi. Ya'ni 4-3-2-1 sxemasi tanlangan Paxtakor jamoasi a'zolari tomonidan. Bitta hujumchi, u ham bo'lsa Jasur Hakimov bugun oldingi chiziqda harakat qiladi. Nasaf jamoasi sxemasiga nazar tashlaymiz. Demak, Golban hamda Maqsud Karimovlar markaziy himoyachi vazifasini bajarib berishadi. Sayfiyev chap qanotda, Shorahmedov esa o'ng qanotda harakat qiladi. 4-4-2 sxemasi tanlangandek ko'rinyapti. 4-4-1-1 desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Juda chiroyli pas. Araxavats to'pni qaytardi. Nasafning hujumi davom etadi va to'pni hozir Nasaf futbolchisi qo'li bilan to'xtatib oldi. Demak, himoyachilar haqida to'xtalib o'tdim. Maydon markazida Hamrobekov va Rahmatullayevlar to'p surishadi. Chap qanotda Bahrom Abdurahimov, o'ng qanotda Rashidxonov va hujumchi ortida G'aniyev, shuningdek bitta hujumchi, u ham bo'lsa Dragan Cheran. Paxtakor jamoasi muxlislari tinimsiz hayqiriqlarni eshitib turibsiz. Har holda kubok bahslarida jamoaning mana shu asl muxlislari har safar ham tashrif buyurishadi va hozir qo'llab-quvvatlashni davom ettirishmoqda. Ochig'ini aytaman, bugun biz Qarshidan ham ko'plab futbol ishqibozlari kelishini kutgan edik, lekin hozircha balki men ko'rmayotgandirman, maydonda ular ko'zga tashlanishmayapti. Bu esa Paxtakor jamoasi muxlislari edi. Hamon stadionga muxlislarning tashrifi davom etmoqda va o'ylaymanki, hali yana 5-10 daqiqa mobaynida biroz kechikib bo'lsa-da muxlislar tashrif buyurishadi. Paxtakor Nasaf haqiqatan ham bunday uchrashuvlar muxlislarda ancha qiziqish uyg'otishi turgan gap. 8-daqiqa. Yana Nasaf futbolchilari to'p bilan. Paxtakorda ikkita vaziyat yuzaga keldi. Ikkita vaziyat Nasafda. Shorahmedov to'pni orqaroqqa qoldirdi. Nasaf futbolchi jarohat olgan ko'rinadi. Rahmatullayev. Araxavats oldinga qarab boryapti. Yiqilib tushdi va o'yin qoidasi buzildi. Adnan Araxavats. Paxtakor jamoasida ham mana shu legioner futbolchi bor. Bu Chernogoriyalik futbolchi. Keling, bu futbolchi haqida ham ma'lumot berib o'taman. 1991-yil tug'ilgan, 5-fevral kuni. Mana 3 ta legioner futbolchilar haqida men ma'lumot berib o'tdim. Bugun qaydnomaga yana bir futbolchi kiritilmagan Paxtakorda, bu xorvatiyalik Yurica Bulyat. Har holda ham kubok bahslarida, ham chempionat bahslarida ketma-ket maydonga tushirish bu to'g'ri emas. Murabbiylar hammasini ko'rib turibdi, qaysi futbolchi qanday sport formasida. Hozir o'yin qoidasi buzildi. Qolaversa, javob uchrashuvi ham bor. Buni ham e'tiborga olishadi. Javob uchrashuvi 30-may kuni Nasaf stadionida bo'lib o'tadi. Vladimir Kozak
oxirgi 2-3 uchrashuvda Paxtakorning eng faol futbolchilaridan biri bo'ldi. Kozak to'p jarima maydonchasi ichida, himoyachi to'pni qaytardi. Shorahmedov to'pni qaytardi. Andreyev, Stanislav, yana zarba, yana hozir Nasaf futbolchisiga to'p tegdi. Yaxshi imkoniyat Nasafda. Tezkor qarshi hujumga o'tib ketishyapti. To'p chap qanotga yetkazib berildi. Rashidxonov to'pni sheriga yetkazib berdi. Bu yerda to'p uchun kurash davom etadi. Nasaf futbolchilari ko'pchilik bo'lib endi yo'q, orqaga qaytishga ulgurishdi. Paxtakor himoyachilari orqaga qaytishga ulgurishdi. Dragan Cheran bu vaziyatda biroz bo'lsa-da fursatni boy berib qo'ydi. Lekin hujum davom etadi. Hamon to'p Nasaf jamoasi a'zolarida jarima maydonchasiga yaqinlashib kelishdi. Dragan Cheran to'pni orqaroqqa qoldirdi. Bu yerda Sayfiyev, Nasaf futbolchilari ko'pchilik bo'lib hujumga zo'r berishyapti. O'ng qanotda Shorahmedovga to'p yetkazib beryapti. Shorahmedov to'p uchun kurashdi. O'yin qoidasi buzilmaganligini ko'rsatyapti hakam va to'qnashuv yuz berdi. Stanislav Andreyev hamda Akmal Shorahmedovlar o'rtasidagi to'p uchun kurashda har ikkala futbolchi to'pga baravar tashlanishdi va natijada to'qnashuv yuz berdi. Ayni daqiqalarda men ta'kidlab o'tdim, Buxoro So'g'diyoni, Qo'qon 1912 Metallurg, Dinamo Olmaliq va Sho'rtan Bunyodkor jamoalari o'rtasidagi bahslar ham bo'lib o'tyapti. Ertaga yana ikkita uchrashuv, Lokomotiv Qizilqum, Neftchi Navbahor. Kecha bir uchrashuv, O'zbekiston Kubogi nimchorakning bitta uchrashuvi o'z nihoyasiga yetdi. Yozyovon lochinlari birinchi uchrashuvda Mash'alning Muborakning Mash'al jamoasiga 0-4 hisobida imkoniyatni boy berishdi. Bu birinchi o'yinda. Albatta mana shu bahslar ikkita o'yindan iborat ekanligi har holda har ikkala jamoa a'zolariga ham menimcha bu adolatli. Birinchi o'yinda imkoniyatni boy bergan jamoa ikkinchi uchrashuvda albatta mana shu xatolarni to'g'rilab, mana shu bo'shliqlarni to'g'rilashga harakat qilishadi. Mag'lubiyatdan chiqib ketish uchun ularda yana 90 daqiqadan ko'proq vaqt bo'ladi. Paxtakor Nasaf 11-daqiqa 0-0 va Kozak hozir to'p uchun kurashda to'pni raqibga berib qo'ydi. Nasaf futbolchilari to'pni qaytarishmoqda. Dragan Cheran to'p uchun kurashda, Tojiyev unga imkoniyat bermadi. Maydon markazida esa Ismatullayev yaxshi harakat qildi va hozir esa to'p Azimboy Ahmedovda. Ismatullayev to'pni so'radi, bo'sh joy topa oldi, lekin hozir Azimboy Ahmedov to'pni oshirishda xatoga yo'l qo'yganligini ko'rdik. Sheriklarni oldinga qarab boshlagan edi. Umuman bilasiz, har ikkala jamoa O'zbekiston Kubogi bahslarida birinchi bosqichdan qo'shilishmaydi, lekin ikkinchi bosqichdan qo'shilishgan. Nasaf Lokomotiv BFK jamoasiga hech qanday imkoniyat qoldirmadi. Bir uchrashuvdan iborat bo'lgan bahsda hozir Paxtakorning hujumi. Karimov, Sherzod Karimov raqibni aldab o'tishga harakat qilmoqda. To'pni biroz orqaroqqa qoldirdi. Imkoniyat bor. Ismatullayevda zarba. Chap oyoqda berilgan zarba. Akbar Ismatullayev ancha kuchli va noaniq zarba. Lokomotiv BFK hamda Nasaf jamoalari o'rtasidagi bahs 0-7 hisobida yakunlandi. Shahboz Erkinovning pokeri 4 gol urishga erishgan Bobur Abduxoliqov, Sherzod Azamov va Dilshod Rahmatullayevlar o'z hisoblariga bittadan gol yozib qo'yishgan edi. Nasaf mehmonda Toshkentda Lokomotiv BFK jamoasini birinchi liga vakilini mag'lubiyatga uchratib, mana shu bosqichga yo'llanmani qo'lga kiritgan. Paxtakor jamoasi a'zolari esa yaxshi bilasiz, bu borada kutilmaganda degan so'zni ham ishlataylik, ancha qiynalishdi. Chunki Nurafshon jamoasi bilan bo'lgan bahsda durang natija qayd etildi va penaltilar seriyasida Aleksandr Labanov Paxtakorga g'alaba keltirgan golni urib, Paxtakorni keyingi bosqichga olib chiqdi. Mana shunday yo'lni bosib o'tishdi ikkala jamoa a'zolari va nimchorak finalning o'zidayoq afsuski qaysidir jamoalardan biri mana shu musobaqani tark etishadi. 30-may kuni bunga mana shu savolga javob topamiz. Bugun mana bu o'yinning borishidan menimcha
Birinchi uchrashuvning o'zidayoq masalaga oydinlik kiritib berilishi qiyin. Sayfiyev to'p chiziqni kesib o'tganga o'xshadi. Yordamchi hakam bayrog'ini ko'tarib turibdi. Va Yonsiqdan to'p tashlab berildi. Uchrashuvni ta'kidlab o'tganimdek, milliy toifadagi hakam Vladislav Tseytlin boshqarib boryapti. Bunga men alohida urg'u berdim. Unga Yonsiqlarda Timur Galeyev oliy toifadagi hakam va Akbar Po'latov birinchi toifadagi hakam yordam berishyapti. Zaxiradagi hakam Askar Najafaliyev, u birinchi toifadagi hakam. Barcha hakamlar Toshkent shahridan, hattoki uchrashuvning nazoratchi hakami Aleksandr Popov, milliy toifadagi hakam ham Toshkent shahridan. Jasur Abduraimov va Ro'ziqul Berdiyevlar o'rinlaridan turib olishgan. Paxtakor jamoasi albatta mana shu kubok bahslarida, chempionat bahslarida g'olib chiqish borasida ancha o'tib ketishgan boshqa klublardan, boshqa jamoalardan. Hozir Paxtakor futbolchilarining hujumi, to'p jarima maydonchasi ichida. Xavfli vaziyat yo'q, to'pga ulgurmadi va himoyachi to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubormoqda. Hakimov, Jasur Hakimovga to'p yetib kelmadi. Davronbek Hoshimov Nasaf futbolchilari to'p bilan Rahmatullayev. Bugun ishonamanki Davronbek Hoshimovda ham gol urish uchun imkoniyat bo'ladi. Ko'pincha mana o'sha Yevropa Chempionlar Ligasida yoki o'sha Yevropa maydonlarida ko'ramiz. O'sha farzandli bo'lgan futbolchilarga imkoniyat yaratishadi yoki penaltini berishadi yoki qandaydir bir to'p va o'ziga xos tarzda mana shu golni nishonlashadi. Bilmadim bugun qanday bo'ladi. Endi to'g'ri, Davronbek Hoshimov himoyachi, lekin o'ylaymanki unda bugun imkoniyat bo'ladi. Hozir esa juda chiroyli pas, lekin himoyachi imkoniyat bermadi. Hujum davom etadi. Ismatullayev. O'yin qoidasi buzildi. Vladislav Tseytlin ushagini chalmoqda. Bahrom Abdurahimov aybdor. Demak, Paxtakorning qo'lga kiritgan kubok bahslaridagi, chempionat bahslaridagi yutuqlari haqida gapiryapman. 11 marotaba Paxtakor kubok bahslarida g'alaba qozongan va 11 ta chempionlik. Endi Nasaf jamoasida bir marotaba O'zbekiston kubogini qo'lga kiritgan va bir marotaba O'zbekiston Super kubogi sohibi. Hozir to'p jarima maydonchasi ichida. Ancha xavfli tus olyapti Paxtakorning hujumlari. Abdurahimov bir futbolchidan o'tib ketdi, to'pni sherga yetkazib berdi. Cheran va Nasafning 4 futbolchisi ikkita himoyachiga qarshi yaxshi imkoniyat. Darvozabon bilan yakkama-yakka chiqmoqda. Zarba! Aleksandr Labanov qutqaryapti Paxtakorni. Qanday vaziyat yuzaga keldi hozir? Farruh Sayfiyev to'pni sherga yetkazib berishi mumkin edi. Endi esa hujum qilish navbati Paxtakorda. Tojiyev bir futbolchidan o'tib ketdi, to'pni yo'qotdi. Nasaf yana qarshi hujumga o'tishi mumkin. Tezroq harakat qilish kerak Sho'rahmedov. Sho'rahmedov to'pni sherga qoldirdi. Cheranning zarbasi noaniq. Bundan avvalgi vaziyatni albatta ko'rsating menga. Rejissorimizdan so'raymiz. Takroriy lavhada Farruh Sayfiyev, qarang, 4 ta futbolchi. Yaxshi imkoniyat bo'ldi bu yerda. Cheran to'pni sherga yetkazib berdi. Mana hujum, Sayfiyev kirib boryapti va burchakni nishonga oldi. Menimcha Sayfiyevda boshqa variant ham bor edi. Abdurahimovning tezkorligiga e'tibor bering. Qanday vaziyat yaratyapti Sayfiyevga. Farruh esa to'pni o'ziga to'g'rilab olguncha himoyachi orqaga qaytishga ulgurdi, lekin zarba ancha kuchli va aniq edi. Aleksandr Labanov. Yana Nasaf futbolchilari to'p bilan ancha tezkor harakat qilishyapti Nasafda. Nasaf jamoasi a'zolari. Tengma-teng kurash va Paxtakor futbolchilari. Chap qanotdan Andreyev to'pni sherga yetkazib berdi. Qo'pol harakat, lekin hakam hozir bu yerda hech qanday o'yin qoidasi buzilmaganligini ko'rsatyapti. Sho'rahmedov, G'aniyev to'p uchun kurash. Yo'q, hozir Arxavatsga to'p yetib keldi. Tojiyev 19-daqiqa Paxtakor Nasaf 0-0.
bitta xavfli vaziyat yuzaga kelsa, raqib jamoa o'shanga xuddi shunday tempda javob qaytarishga intilyapti. Va bu o'yin sur'atining oshishiga olib kelmoqda. Hoshimov. Davronbek to'pga ulgurdi va to'p hozir maydon tashqarisiga Nasaf futbolchidan chiqib ketyapti. Davronbek Hoshimov, mana uni ko'rib turibsiz. Yon sirtdan to'pni uning o'zi tashlab berdi. Paxtakor futbolchilarining hujumi, to'p jarima maydonchasi ichida xavfli vaziyat. Bir nechta futbolchidan to'p o'tib ketdi va Igor Sergeyev ham hozir to'pni to'xtata olmadi. Qanday vaziyatlar yuzaga kelmoqda? Yana bir bor ko'ramiz. Sherzod Karimov o'tib ketdi va to'pni yetkazdi. Hakimov ham kech qoldi. Sergeyev ham to'pni to'xtata olmadi. Akmal Shorahmedov. Hozir Sergeyevni biroz chalg'itib qo'ydi. 2013-yil mana shu jamoalar O'zbekiston Kubogi yarim finalda to'qnash kelishgan. Paxtakor Nasaf 0-0, Nasaf Paxtakor 2-0. O'shanda Nasaf Paxtakorni ortda qoldirib ketgan edi. Bugun qanday bo'ladi? Bu safar qanday bo'ladi? Mana shu 22 va 30 may kunlari ikkita uchrashuvdan so'ng qaysi jamoa musobaqani tark etadi? Paxtakor jamoasida yana bir ochiq oydin holatni aytib o'tishim mumkin. Murabbiylar ham buni to'g'ri tushunib turishibdi. Bu mavsumda chempionlik uchun kurashga qo'shilib olishlari qiyin. Endi O'zbekiston Kubogini agarda yutishsa, mana shu tariqa ular Osiyo Chempionlar Ligasida 1+2 ga qo'shilib olishlari ham mumkin. Bu bilasizmi, Bunyodkor jamoasi murabbiylari bu haqda ochiq oydin aytishdi, lekin Paxtakorda ham xuddi shunday holat. Mana shu jihati bor, va shu tufayli ham Jasur Abduraimov bu o'yinga katta e'tibor qaratadi. Endi Nasafda ham balki shunday holatdir. Hozir Paxtakorning hujumi, chunki lekin Nasaf hali chempionlik uchun kurashni davom ettira oladi. Cheran juda chiroyli pas. Nasaf futbolchisi yiqilib tushdi va bu albatta Davronbek Hoshimov orqada qolganligi uchun ham to'g'ri qaror, chunki hozir Davronbek Hoshimov Nasaf futbolchidan orqaroqda qolayotgan edi. Darrak mana qarang. Bu juda ham to'g'ri qaror. Xalaqit qildi va o'yin qoidasi buzildi. Yana Nasaf futbolchilari to'p bilan to'p oldinga yetkazib berildi. Burchak zarbasi. Nasaf 22-daqiqada burchakdan to'pni o'yinga kiritib beradi. Jasur Abduraimov ko'ngli to'lmayapti. Lekin uning zaxirasida hali Nurullayev degan futbolchi bor. O'zining har tomonlama ijobiy tomonlama ko'rsatayotgan futbolchi. O'sha Qo'qon 1912 va Buxoro jamoalariga qarshi bahslarda Ismatullayev va Nurullayevlar bu mavsumdagi o'zlarining birinchi gollarini, Nurullayev esa umuman Oliy Ligadagi birinchi gollarini urishdi. To'p darvoza tomon yo'naltirildi, lekin biroz noaniq. Chiroyli kombinatsiya tashkil etishdi Nasaf futbolchilari. Oldindan mashg'ulotlarda o'ylangan kombinatsiya. Qarang, to'pni yetkazib, hujum davom ettiriladi va shu tariqa to'p jarima maydonchasi ichiga yetkazib beriladi. Hozir Rashidxonov ham yaxshi o'ynadi. Keyin to'pning oshirilishi ham yomon chiqmadi, lekin Nasaf futbolchilari ulgurishmadi. Paxtakor bosimni kuchaytirmoqda va raqibdan to'pni olib qo'ydi. Sergeyev. Chap qanotda Sergeyev. Azimboy Ahmedov. O'ng qanotga hujum ko'chyapti, ofsayd yo'q. Hakimov to'pni egallab oldi. Hoshimov. Orqaga Hojiyev. Ismatullayev, Araxavat. Ismatullayev to'pni oldinga yetkazib berdi va bu yerda Andreyev albatta to'pga ulgura olmas edi. Akbar Ismatullayev oldingi uchrashuvlarda o'sha ko'plab gollarga ham mualliflik qilib kelayotganligini ko'rayotgan edik, lekin o'zi gol olmayotgan edi. Bizdagi ma'lumotga ko'ra, nihoyat u 148-uchrashuvda, demak, o'zining ilk golini urgan.
Qo'qon darvozasiga. Qo'qon 19 jamoasi darvozasiga. Suhrob Nurullayev 12 marotaba Paxtakor jamoasi tarkibida maydonda harakat qilgan va 12-chisida demak gol urdi. Buxoro bilan bo'lgan bahsda. 24-daqiqa. Bu statistik ma'lumotlar. Mana muxlislarning soni stadionda ancha ko'payib qoldi. Hali tanaffus paytida albatta o'sha batareyalar o'ynaladi va muxlislar maxsus sovg'alar bilan ham bugun uylariga qaytishlari mumkin. Paxtakor futbolchilari chap qanotdan hujumni davom ettirishmoqda. Sergeyev to'pni to'xtatdi, orqaroqqa qoldirdi Andreyev. Ismatullayev bir marta Akbar Ismatullayev raqib darvozasiga to'p kiritgan edi ancha oldin, lekin o'sha golni keyinchalik avtogol deb baholashgan. Bugun ham Paxtakor stadionida omadli muxlis sovrinli aksiyasi bo'lib o'tadi. Esdalik sovg'alari va asosiy sovg'a sifatida Damas avtomobili ham yutib olish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Hakam hozir o'yin qoidasi buzilmaganligini ko'rsatmoqda va darvozabon o'z vaqtida to'pga chiqib, to'pni egallab oldi. Eldorbek Suyunov 26-daqiqa o'tib boryapti. Hisob 0-0. Maydon markazida Nasaf futbolchilari yaxshi harakat qilishdi. Mana bu yerda esa Hakimov yordamga yetib keldi va to'pni egallab olishiga hissasini qo'shgan edi va uzoq masofadan turib to'p oldinga tepib yuborildi. Igor Golban ancha kuchli zarba va to'p maydon tashqarisiga chiqib ketyapti. Aleksandr Labanov to'pni o'yinga kiritib beradi. Yana Golban, bu yerda ham hech kim yo'q. Nasaf jamoasi bu mavsumda katta o'zgarishlar qilmadi, faqatgina Bunyodkordan Akmal Shorahmedovni o'z safiga qo'shib oldi. To'g'ri, jamoani bir qator futbolchilar tark etishgan. Fozil Musayev, Ildar Mamadkazin, Azamat Allaniyozov, Shuhrat Muhammadiyev mana Lokomotiv jamoasiga qo'shilganligini yaxshi bilasiz. Shuhrat Muhammadiyev Lokomotivda o'zini ko'rsatishga harakat qilyapti. Va chempionlik uchun kurashni Nasaf davom ettiryapti. Paxtakor futbolchilari to'p bilan. Ofsayd yo'q. To'p jarima maydonchasi ichida. Shorahmedov to'p yo'nalishini o'zgartirdi. Hozir Andreyev. Yana bir imkoniyat va bosh bilan berilgan zarbadan so'ng to'p maydon tashqarisiga chiqib ketmoqda. Jasur Hakimov hammadan yuqori sakradi, lekin uning bosh bilan bergan zarbasidan so'ng to'p maydon tashqarisiga chiqib ketmoqda. Qadrli do'stlar, biz O'zbekiston chempionati bahslarini kuzatmoqdamiz. O'zbekiston kubogi bahslarini kuzatmoqdamiz. Lekin baribir asosiy e'tibor, fikr va xayolimiz, o'yimiz 12-iyun kuni bo'lib o'tadigan O'zbekiston hamda Eron terma jamoalari o'rtasidagi o'yinga qaratilayotganligi shak shubhasiz. Vaqt o'tib boryapti, juda oz vaqt qoldi. 6-iyun kuni Tailand bilan bo'ladigan o'yin va hal qiluvchi hayot-mamot jangi keyinchalik 12-iyun kuni bo'lib o'tadi. Eron terma jamoasi ham mana shu bahsga jiddiy tayyorgarlik ko'rmoqda. Chernogoriya bilan ular o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazadi 4-iyun kuni. Albatta mana shu uchrashuvni ham diqqat bilan kuzatamiz va futbol ishqibozlarining e'tiboriga havola qilishni rejalashtirganmiz. Paxtakor Nasaf jamoalari o'rtasidagi uchrashuv O'zbekiston Kubogi nimchorak finalining birinchi o'yinida hisob 0-0. 29-daqiqa o'tib bormoqda. O'yin
qoidasi buzildi. Adnan Araxovats aybdor va hozir Paxtakor futbolchilarida yaxshi imkoniyat bor. Adnan Araxovats Bunyodkor bilan bo'lgan uchrashuvda ham sariq kartochka olgan. Bugun ham hozir u mana shu vaziyatdan chiqib qo'pol harakat qilganligini ko'rdingiz va hozir Nasaf futbolchisiga tibbiy yordam ko'rsatilyapti. Haqiqatan ham Paxtakor bu mavsumni ancha bo'sh o'tkazyapti deb aytmoqdaman. Chunki bir qator o'yinlardan mana misol keltirishimiz mumkin. O'sha Qo'qon 1912 Paxtakor 1-1, Paxtakor Lokomotiv 1-2, Sho'rtan Paxtakor 3-0, Mashal Paxtakor 3-0, Paxtakor Dinamo 0-0. Mana shu o'yinlarning o'zini menimcha misol keltirishning o'zi kifoya bo'lsa kerak. Qimmatli ochkolar boy berib bo'lindi. Jasur Abdurayimov ishonyapti. Hozir keling vaziyatga e'tibor qaratamiz. Nasafda yaxshi imkoniyat bor. To'ppa to'g'ri daroz tomon tepilishi mumkin. Zarba berildi. Joli devorda turgan futbolchilar to'pga to'g'anoq bo'lishdi. O'ng qanotda yaxshi imkoniyat bor. Shorahmedov to'p jarima maydonchasi ichida. Araxovats to'pni qaytardi. Yana Nasaf futbolchilari to'p bilan. Hamrobekov yaxshi o'ynadi hozir. Hamrobekov to'pni sherigiga qoldirdi. Shorahmedov sherigini tushunmadi. Yonziqdan Paxtakor futbolchilari to'pni tashlab berishadi. Andreyev, Stanislav Andreyev Bunyodkor bilan bo'lgan bahsda jarima zarbasidan raqib darvozasiga to'p kiritgan futbolchi. Araxovats to'pni qaytardi. Golban unga hech kim qarshilik ko'rsatmayapti. Shoshilmasdan navbatdagi hujumni boshlab berishi mumkin. Paxtakor Nasaf ishtirokidagi bir qator o'yinlarni sizlarga ma'lumot sifatida keltirishim mumkin. 2000 va 2001 yilda yarim final Nasaf Paxtakor 2-2, Paxtakor Nasaf 0-0. Mehmonda 2 gol urganligi uchun Paxtakor keyingi bosqichga chiqqan. 2001 va 2002 yillarda yarim final Nasaf Paxtakor 1-5, Paxtakor Nasaf 3-0. Endi u mavsumda ikkala o'yinda ham Paxtakor ishonchli g'alabani qo'lga kiritgan. 2003 yil final Paxtakor Nasaf 3-1. 2005 yil chorak final Nasaf Paxtakor 1-4, Paxtakor Nasaf 0-0. 2011 yil final Paxtakor Nasaf 3-1. 2013 yil haqida men gapirdim. Paxtakor Nasaf 0-0, Nasaf Paxtakor 2-0 va Nasaf Paxtakorni musobaqadan chiqarib yuborgan. Endi Super Kubok bahsida barchamiz yaxshi bilamiz. Paxtakor Nasaf 0-1. Bitta gol Nasafni mana shu Super Kubokni qo'lga kiritishiga olib kelgan. Sergeyev raqibidan to'pni olib qo'ydi. Jasur Abdurayimov albatta o'sha Yaxshiboyevni, Boltaboyevni sohiblarining tezroq safga qo'shilishini kutyapti, lekin shu bilan birgalikda har safar ham mana shu zaxiradagi futbolchilarni ko'rib turibman. Mana shu futbolchilarga baribir ishonch bildirilmoqda. Araxovats, Ismatullayev, Karimov, Sherzod to'pni yo'qotdi. G'aniyev, Nasaf futbolchilari to'p bilan Abdurahimov. Sayfiyev ochilyapti, to'p unga yetkazib berildi. Sayfiyev oldinga qarab bormoqda, tezligini oshirmoqda Farruh Sayfiyev. Qanday qo'pollik. Hozir bilasizmi? Sayfiyev aqlliroq harakat qilganida yana bir qadam tashlab, keyin mana shuni qarang. Yana bir qadam tashlab, keyin shunday harakat qilganda penalti ishlab olishi mumkin edi. Davronbek Hoshimov o'yin qoidasini buzdi. Endi hozir Sayfiyev ancha tezlashayotgan edi. Azamat Abdurayimov, Birodar Abdurayimov stadionga kelib o'yinni kuzatib borishyapti. Mashhur futbol mutaxassislari. Zarba berildi, xavfli vaziyat va Labanov to'pni qaytarmoqda. Hujum davom etadi.
Yana bir imkoniyat. To'p jarima maydonchasi ichida. Sergeyev himoyachi vazifasini bajaryapti. Nasafning hujumi davom etadi. Abdurahimov sherigini oldiga qarab boshlayapti va Akmal Shorahmedov o'yin qoidasini buzdi. Tortishish befoyda, o'yin qoidasi buzilganligi yaqqol ko'rinib turibdi. Nol. Har holda bu qarama-qarshilikka bugun menimcha oydinlik kirita olmaymiz. Qaysi jamoa ustun degan savol borasida o'yin qoidasi buzilgan ekan. Nasaf futbolchilari mavsumni o'zgacha ruhda boshlashganligini yaxshi bilasiz. Ular Bahraynning Al-Hid jamoasi bilan bo'lgan bahsda g'alaba qozonishdi va Osiyo Chempionlar Ligasi guruh bosqichiga qo'shilishlari mumkin edi. Hozir Paxtakorning hujumini ko'rib olamiz. Andreyev yo'q. Abdurahimov to'pni olib qo'ydi va yana hujum qilish navbati Nasafda. Cheran yo'q. Bahrom Abdurahimov to'pni Cheranga yetkazib bera olmadi. Aniqrog'i Abdurahimov ochilgan edi bo'sh zonaga va to'pni unga yetkazib berishgan edi Hamrobekov. Abdurahimov esa Cheranga to'pni o'z vaqtida aniq yetkazib bera olmadi. Al-Hid jamoasi mag'lubiyatga uchratilgandan keyin ko'pchilik Nasaf jamoasiga ishonishgan edi. Osiyo Chempionlar Ligasida guruh bahslariga qo'shilishadi deb. Lekin kutilmaganda ular Al-Fath jamoasiga mehmonda Abdulloh bin Jalabi stadionida 0-1 hisobida yutqazib qo'yishdi. Kozak, Andreyev, xavfli vaziyat, to'p qaytarildi, zarba bersa bo'ladi Ismatullayev va Eldorbek Suyum. Al-Fath bilan bo'lgan bahsda yaxshi eslaysiz. Andre Montero 45+1 da gol urgan va keyin Nasaf hisobni tenglashtira olmagan. Juda ham alamli mag'lubiyat bo'lgan. Lekin Nasaf o'yin borasida bo'sh kelmagan edi. Osiyo Chempionlar Ligasida guruh bosqichiga chiqishi mumkin edi. Mana Al-Fath qanday o'yinlar ko'rsatganligini o'zingiz ko'rdingiz. To'g'ri, guruh bahslarida qolib ketishdi. Lokomotiv ham, Bunyodkor ham. Bu mavsum Osiyo maydonlarida klublarimiz yaxshi o'yin namoyish qila olisholmadi. Lokomotivga imkoniyat bo'ldi, lekin oxirgi turda ular vaziyatlardan foydalana olisha olmadi. Nasaf jamoasi zaxiradagi futbolchilari Ro'ziqulberdiyev diqqat bilan o'yinni kuzatib turibdi. Ro'ziqulberdiyev ham kerakli ko'rsatmalarni bermoqda. Aynan 28-aprel kuni O'zbekiston Futbol Federatsiyasi 2016-yilning eng yaxshi murabbiyi nomini e'lon qilganligini yaxshi bilasiz. Biroz cho'zildi, lekin baribir e'lon qilishdi. Qarshining Nasaf klubi ustozi Ro'ziqulberdiyev 2016-yil O'zbekistonning eng yaxshi murabbiyi deb tan olindi. Mana Ro'ziqulberdiyevni ko'rib turibsiz. Ro'ziqulberdiyev ana shu faoliyatida ikkinchi bor O'zbekistonda tengsiz deb topilmoqda. 2013-yilda ham Nasaf jamoasi ustozi respublikamizning eng yaxshisi bo'lgan edi. 2014 va 2015-yillarda u ana shu so'rovnomada ikkinchi o'rinni egallagan. Bilasiz, bu borada albatta mutlaq rekordchi bu Yuriy Vazgen Sarkisyan. Jamshid Iskandarov anchadan beri ko'rmayapmiz. O'z o'yin sport formasiga hali kelib olish kerak. Jasur Abdurayimov shuni kutyapti va uni hozircha asosiy tarkibga kiritmayapti. 1-2 marta uning o'yinini kuzatishdi va qoniqish hosil qilishmagandan so'ng uni zaxira o'rindig'iga o'tkazib qo'yishdi. Lekin Jamshid albatta o'zini ko'rsatish kerak, yana o'z o'yinini topib olish kerak. Yuriy Vazgen Sarkisyan 5 marotaba respublikamizning eng yaxshi murabbiyi deya tan olingan. Viktor Jalilov hisobida 3 ta, Samvel Babayan hisobida esa 2 ta ana shunday sovrinlar bor. Bu mavsumda Andrey Miklayev ikkinchi bo'ldi. Jasur Abdurayimov aynan 3-o'rinni egalladi. O'zbekiston 19 yoshgacha bo'lgan terma jamoani boshqarganligi uchun shunday ovozlarni qo'lga kirita oldi. Yana o'yinga qaytamiz. 39-daqiqa Paxtakor Nasaf 0-0.
yaxshi murabbiylar haqida ma'lumot berdim. Eng yaxshi futbolchi esa so'zsiz bu Odil Ahmedov bo'ldi. Ikkinchi o'rin Temurxo'ja Abduxoliqov va uchinchi o'rin Vitaliy Denisovga berildi. Ana shu futbolchilar agar hozir yaxshi sport formasida bo'lsa, Odil Ahmedov ham, Denisov ham, Anzur Ismoilov ham 2-iyun kuni hammasi, mana Marat Bikmayevni biz ko'p gapiryapmiz. Hammasi ko'ngildagidek ketishi mumkin. Hujumkor, qo'rqmasdan haqiqiy bir o'zbek futbolini ko'rsatishlari kerak. Andreyev to'pni sherga yetkazib berdi. Sergeyev raqibni aldashga kirishdi va burchak zarbasi ishlab oldi. Oxirgi paytlarda ko'p tanqidga uchrayotgan Sergeyev. Mana Odil Ahmedovning otasi ham har safargi o'yinlarda Azimboy Ahmedovning o'yinini kuzatib boradi. O'sha Odil Ahmedov O'zbekistonda o'ynayotgan paytda ham xuddi shunday edi. Qoldirmaydi o'yinlarni. Karimov. Darvozabon Eldor Beksuyev. Nasaf jamoasining yutuqlari haqida gapirganda birinchi navbatda menimcha barchangiz o'sha 2011-yilni eslasangiz kerak. Xalqaro maydonlarda OFK Kubogida g'alaba qozongan jamoa. Hozir Nasafning hujumini ko'rib olamiz. Keyinroq fikrimizni davom ettiramiz. Yaxshi imkoniyat bor. Yo'q, hozir juda ko'p futbolchilar bor edi bu yerda. Hujum boshqacharoq davom ettirilishi mumkin edi. Endi Nasaf 1997-yildan beri Oliy Ligada ishtirok etib kelyapti. Mana shu tomoni ham bor. O'zbekiston chempionati bahslarida 10 marotaba bronza medalini qo'lga kiritgan. Bir marotaba vitse-chempion 2011-yil. Hozir Karimov xato. O'zbekiston Kubogi sohibi 2015-yil, Super Kubok sohibi 2016-yil. Bu haqda to'xtalib o'tdim. Osiyo Chempionlar Ligasida 2002-yil yarim finalgacha borgan va o'sha yili OFKning halol o'yin uchun sovrinni ham yutib olgan. Lekin baribir hammasi 2011-yilni yana bir bor eslashimizga to'g'ri keladi. Osiyo Futbol Konfederatsiyasi Kubogi sohibi va shu bilan birgalikda musobaqaning halol o'yini uchun sovrinini egasi bo'lishgan. Shorahmedov. Juda yaxshi eslayman o'sha yilni. Nasaf haqiqatan ham barqaror o'yin namoyish eta olgan. O'zi Nasaf jamoasida eng ko'p maydonga tushgan o'yinchi bu Ro'ziqul Berdiyev bo'ladi. Yanglishmasam 320 taga yaqin edi. Endi to'prar bu albatta Zafar Xolmurodov. 200 taga yaqin gol urgan. Mavsumda yanglishmasam 30 ta ham gol ura olgan edi Zafar Xolmurodov. Paxtakor futbolchilari to'p bilan Karimov yo'q yiqilib tushdi. Abdurahimov sheriklarning ochilishini kutmoqda. Vaqt o'tib boryapti. 43-daqiqa. Nasaf jamoasi muxlislari ham paydo bo'ldi. Kam sonli bo'lsa-da. Lekin O'zbekiston Kubogi bahslaridagi ishtiroklari yomon emas. Aslini olganda Lokomotivdan 3 ochko orqada boshmoqda. Hozir esa yaxshi imkoniyat. Abdurahimov to'pga ulgurdi. Raqibni aldab o'tdi va penalti. Penalti bor. To'g'ri. Penalti bor edi. Penalti bor edi. Kechikib bo'lsa-da, shunday chaldi Vladislav Setlin. Hozir menimcha yordamchi hakam ham yordam berdi. Bor edi bu yerda penalti. Hech qanday e'tirozlar bo'lishiga shak shubha yo'q. Bahrom Abdurahimovga qoyil qolish kerak. Qarang, aldab o'tdi va to'pni Paxtakor futbolchisi qo'li bilan o'ynadi. Kamoliddin Tojiyevmidi? Hozir ko'rib olamiz. Yo'q, Azimboy Ahmedov. Azimboy Ahmedov to'pni qo'li bilan o'ynadi. Lekin yana bir jihati bor.
Vladislav Seytlin hozir Azimboy Ahmedovni kechiryapti. Ana oxirgi paytda yangi qonun qoidalar kiritilyapti, yangi qoidalar. Faqatgina penalti bilan jazolanadi. Demak, Dragan Cheran va Aleksandr Labanov. Penalti, o'ziga xos duel. Cheran, zarba, gol. Paxtakor Nasaf 0-1. Dragan Cheran raqib darvozasiga to'p kiritdi. Dragan Cheran chempionat bahslarida ham o'zini ko'rsatyapti bu futbolchi. Nasaf Mashal o'yinida hozir ungacha 6 ta gol urgan edi. Lekin keyinchalik faqatgina mana shu Osiyo Chempionlar Ligasidagi 2 ta o'yinga ham hozir nazar tashlaymiz va oxirgi uchrashuvga ham baho beramiz. Shundan so'ng Cheranning barcha urgan gollari haqida ma'lumot berib o'taman. Hozir aldadi, haqiqatan ham aldadi Labanovni va to'pni darvozaga yo'lladi. Labanov boshqa tomonga, Cheran esa boshqa tomonga bor ekan-ku mana muxlislar. Nasaf jamoasining muxlislari hozir alohida o'tirishmagan bugun. Yana Nasaf hujumda. O'ng qanotda Nasaf jamoasi a'zolarining hujumi Shorahmedov ochilyapti. Lekin hozir Aziz G'aniyev to'pni orqaroqqa yetkazib beryapti. Hamrobekov maydon markazida turgan sherigini topdi. Maqsud Karimov. 1 daqiqa vaqt qo'shib berildi birinchi bo'limga. Paxtakor Nasaf 0-1. O'z maydonida Paxtakor mag'lubiyatga uchrayapti. Mana endi bahs yanada shiddatliroq bo'ladi. Aleksandr Labanov to'pni sheriklariga yetkazib beryapti. 30 soniya vaqt bor. Shu bois ham shoshilyapti hozir Aleksandr. Paxtakor futbolchilari to'p bilan Karimov. To'p futbolchining qo'liga tegdimi? Paxtakor futbolchining qo'liga tegdi. Hozir tushunish qiyin. Xavfli o'yin. Menimcha Kozak xavfli o'ynadi. Qani ko'raylikchi. To'g'ri. Kozakning qo'liga tegibdi. To'p Kozak qo'li bilan to'g'rilab olib ketgan. Va Nasaf futbolchilari hozir to'pni o'yinga kiritib berishadi. Menimcha to'p o'yinga kiritilishi bilan Seytlin birinchi bo'limga yakun yasab beryapti. Paxtakor Nasaf uchrashuvida ajoyib intriga hosil bo'lyapti. Birinchi bo'lim yakunlanishiga oz vaqt qolganda mana bu futbolchi Dragan Cheran penaltidan hisobni ochdi va Nasafni hisobda oldinga olib chiqdi. O'ylaymanki, ikkinchi bo'lim ancha qiziqarli kechadi. Va keling, hozircha biz ham biroz dam olamiz. Tanaffus, qadrli do'stlar.